Sen qizni otasidan rozichilik olaman deb, lekin otasidan qo'rqayotgan bo'lsang, sen dojiksan. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, men sizlarga qanaqa qilib ushbu muammoni yechishni aytaman. Birinchidan o'zi nimaga unaqa bo'ladi? Chunki yoshlik yilidan beri sizlarni o'rgatishgan. Katta odamlar bilan tengma-teng kelishma, katta odamlar har doim prav. Ularni hurmat qilish kerak, ularga gap qaytarish kerak emas. Ularni gapirayotgan bo'lsa ham quloq solib eshitish kerak-da, xo'p deb ketish kerak deb o'rgatishgan. Lekin bu noto'g'ri понятие. Sizlarga hurmatni o'rgatyapman deb o'ylab, qo'rqishni o'rgatib qo'yishgan. Keyin yoshinglar katta bo'ladi, unaqa odamlarning oldiga borganlardan keyin erkak kishi bilan erkak kishi emas, как будто o'quvchi bilan direktor gaplashgandek bo'lib qoladi. Ammo unaqa narsa ularning otalariga yoqmaydi. Chunki sizlar ularning ko'zida agar chiqib ko'rayotgan bo'lsanglar, естественно obrazdan u sizlarga qizini bermaydi. Ikkinchisi, sizlarga ruxsat so'rashni o'rgatib qo'yishgan. Sizlarga har doim nimadirdan ruxsat kerak, gaplashishga, uchrashishga, ko'rishishga, uylanishga. Haqiqiy pozitsiyasi bor erkak hech qachon ruxsat hech kimdan so'rab o'tirmaydi. U o'zini chegaralarini cho'tga qo'yadi-da, o'zini jiddiy niyatini gapirib, ответственность oladi, bo'ldi. A uje otasi keyin hal qiladi, yoki ha yoki yo'q deb. Lekin hech qachon erkak kishi va men buni qilsam maylimi, unaqa qilsam zo'r bo'lardi, yo ruxsat berasizmi degan gaplarni gapirib o'tirmaydi va hech nimani so'rab o'tirmaydi. Bu по-geyski. Va uchinchisi, o'zingizdan kimnidir yasamoqchi bo'lasizlar. Sizlarda hech qachon bo'lmagan xarakter, o'zingizda hech qachon bo'lmagan resurs, o'zingizdan kimnidir yasamoqchi bo'lasizlar. Lekin sizlar haqiqatan ham latta bo'lsanglar, sizlar lattaliginglarni va nechidir soniyani o'zida biladi. Va aynan shunaqa paytlar sizlar hayajonlanasizlar, uni nimadir javob berishiga qarab o'tirasizlar, maylimi, mumkinmi deb past pozitsiyadan kelasizlar, chunki sizlar ulardan qo'rqmaysizlar. Sizlar prosta haqiqatan ham siz qanaqaligingizni bilishidan qo'rqasizlar. Va men sizlarga yechimini beraman dedim. Конечно, yechimini beraman, потому что men gapim ustida turaman. Yechimini olish uchun shundoq profilimga tagida ссылка bor. Shu ссылка bo'yicha meni ochiq Telegram kanalimga o'tasizlar. 17 mingta ishtirokchi bor. Shu Telegram kanalga o'tsanglar, batafsil ma'lumot o'sha tavsiyalar ham bo'ladi. Kiringlar.